Yozning issiq kunlarda qaynoq chekilmas Shinel Sevimsirari avtosalonidan avtomobil xarid qiladigan bo'lsangiz, sizlarga ajoyib sovg'amiz mavjud. Mashinani qisqacha tanishtirib o'tamiz. Cvm G03 oilaviy avtomobil gibrid bo'ladi. Mashinamiz общий kilometr 1000 km yurib beradi. 1.5 atmosferik motor bo'ladi. Rasxodlari 4.5 litr bo'ladi. Tokda harakatlanish 60-70 atrofida harakatlanib beradi. Sizlarda teng bo'lib, oldi privet bo'ladi. U degani qishning kuni loylarda bemalol harakatlanib oldi tortadigan. Yo'lda qolib ketmaysiz. Mashinamiz qulayligiga kelgan ot kuchi 100 ta bo'ladi. Bakov abagrev, beskulchoy do'stiplari. Mashinamiz koja sidina bo'ladi. 2-4 dyuymli monitorlar bo'ladi. Konditsioner, yostiqlar jihozlangan bo'ladi mashina. Mashinamiz ikkinchi qatorga keladigan bo'lsak, ikkinchi qatori kapitan sidina bo'ladi bularda. Konditsioner orqa tarafda ham alohida bo'ladi. Bu degani cho'tki sovutib beradi degan, orqadan isish ham, sovutish ham zo'r bo'ladi degan. Bemalol orqada ham 3 kishiga sarg'ib ketsa bo'ladi. Mashinamiz boshlang'ich atigi 25% to'lab 1 yildan 5 yilgacha avtokredit xarid qilsangiz bo'ladi yoki halol narsa savdoga ham xarid qilsangiz bo'ladi. Mashinamiz tan narxiga keladigan bo'lsa 239 million so'm bo'ladi. Agar siz Gruz davlatiga borishni xohlasangiz, ham avtomobil xarid qilasiz, ham Gruz davlatiga borasiz. Bu degani 7 kunga bemalol avtosalonimiz tomonidan olgan har bir mijozimizga beriladi. Baraban, o'sha hokazo narsalardan o'ynalmaydi. Bizdan avtomobil xarid qilsangiz bo'ldi, u degan Gruz davlati qo'lga kiritish degan. Do'stlarga videoni jo'natib qo'ying.